Xo'p, Diyora yaxshimisan? Yaxshi. Tak, sen Toshkentdansan, a? Toshkentdan. Qara, sen 15-aprelda gematologiyaga borgansan, a? Senga aplastik anemiya qilib diagnoz qo'yishdimi? Aplastik anemiya. Qara, men bu yerda trombositing единичный beryapti-da, 0 ga tushib ketgan. Bu hozir 15/04/23 da senga diagnoz qo'yishdi, to'g'rimi? Sen nima muolajalar olding? Ximiya oldim. Ximiya oldim? 26 ta mishak degan ximiyasidan oldim, Visanoid degan dorisidan ichdim. Keyin erta slaviy bo'lib ketaverdim. Вообще o'zgarish bo'lmadi menda. Sizni dorilaringizni ichganimdan keyin o'zgarish bo'ldi. 10 kundan keyin o'sha analizlarim yaxshi chiqdi menda. Mana qara, sen o'sha 04 da shunaqa aplastika anemiyani og'ir turi iliging 0 bo'lib chiqqan. Ya'ni kostni mozg 0 ishlamayapti bo'lgan senda. Qon bermayapti. Sen o'sha butun ximiyalarni olding, to'g'rimi? Lekin seni onang mana oldimga 17-mayda kelgan. 17-mayda. 17-mayda kelib, senga hali umidsizlik bilan kelgan edi-da uning bu yoqqa. Shunaqa yig'lab keldi. Qancha umring qoldi deb aytilgan senga? Uni aytmadi lekin. Menga aytuvdi. Sizga aytuvdimi? Qancha umri qoldi deb? Bir hafta muhlat, bolangni yaxshilab mashdorini olsin, agar ko'tarilmasa bolangni o'ladi, olib ketasan dedi. Alloh buyuk, mayli. Alloh buyuk, Allohga shukr. Siz 17-may kuni anga dori kelib olib ketdingiz, a? Mana shu dorilarni oldingizmi? Mana shu dorilardan oldim. Dildora, suv berib yuboring. Bugun ichib tugatganimizga 20 kun bo'ldi. Bularning gapini eshitdim, men bo'g'ilib qoldim hozir. Jinni bo'lib qoldingizmi? Jinni bo'lib qolib, Ketayotganimizda yana boshqacha diagnoz qo'yib beryapti-ku bizlarga, qarang. osterelikoz degan beryapti-da, bordim. Endi mana qarang, mana bu ikkinchi analizda sizlar bizning dorimizni ichgan edinglar. O'sha ichuvdik-ku, 10 kundan keyin keldik. Siz doringizni ichganimizdan keyin bizlar 17. Mana shu dorini ichgandan keyingi 10 kunlik analiza bu. Endi mana qarang. Men bu yerda 0 trombosit bo'lsa, men bu yerda уже 10 kun mana bu mahsulotlarni ichganingizdan keyin 412 trombosit. 412 trombositga chiqib ketdi. Gemoglobin ham paydo bo'lgan. 94 bo'lib mana tepada. Gemoglobin yoqdan yoqdan chiqayotganda 83 edi. Qon quyu hisobiga. Qon quygandan keyin trombosit ham ko'tarilib ketadi. Lekin trombosit tinmay oldim, trombositim baribir ko'tarilmadi. Bu yoqdan chiqayotganda 62 bilan. Siz 17-kuni siz mendan 10 kunlik dori oldingizmi? 20 kunlik dori. 20 kunlik dori oldingiz. 20 kunda ilik ishlab ketdi men bu yerda, to'g'rimi? Mana ilik ishlab ketdi. Xo'p, endi tak. Hozir yana necha kun orasi men bu analiz, yangi analiz, yana 10 kun. Hozir общий sizlar menda 20 kun davolanyapsizlarmi? Davolandik bugun, oxirgi kun. Xo'p, mana 5-6-oy 2023. To'g'rimi? To'g'ri, Xo'p, kecha topshirdik. bu oldingi analizi mana 26/05/23. Ya'ni общий hisobida 20 kun davolandik. 20 kun davolandik. Xo'p, hozir mana уже butun organizm och, organizm hammasi qabul qilib olib, qonni sizlarga 288 qoldi. Taloq ham qabul qilib ketdi, jigar ham, yurak hammasi qabul qilib ketdi. Rahmat. Qara, hozir sen analizingda o'zing tashlab yubormagin-u 100% yaxshi insonni analizi. Sen 10 kun oldin kelganda menga 1 oylik umrim qolgan edi, lekin men yashavyapman. Xuddi hali qachon ketaman degan umidsizlik bo'luvdi-da. Yig'lama. Uni men hal qilmayman. Alloh hal qiladi. Yig'lama. Nega yig'laysan? Hozir sostoyaniying qanaqa? Uni buni qo'y, mayli, Alloh Yaxshi, Xudoga shukr, hamma joyim yaxshi. Hech qaytim og'rimayapti. Ozgina shu oyoqlarimda yotganimda sal-sal uyushish bor bo'ldi. Bo'ldi. Atak hammasi yaxshi. Hamma joyim yaxshi. Shahzodonangga rahmat. Rahmat, Xudoga shukr. Sizni boringizga shukr. Yig'lama. Hammasi yaxshi. Mana chiqding-ku hammasidan. Qara, Alloh uchun hamma narsa oson.
Sani eng og'ir o'sha aplastik deydimi, bu endi likozni bir turi-da, baribir oqqonni bir turi. Shu kasaldan Alloh senga 20 kunda shifo berdi. Endi yurganda, turganda, o'tirganda Allohga rahmat aytgin, xo'pmi? Iltimos sendan zikrda bo'lib yurgin, chiroyli bo'lib, rahmat degin Allohga. Zikr qilib yur, tilingni shu kuching yetguncha zikr qil Allohga. Alloh senga shifo berdi. Ertalab turib Fotiha suralarini o'qib ichmanman. Malades. Endi uncha odam to'g'ri ko'tara olmaydi, bir oylik umring qoldi deyishlik haqiqatan ko'tara olmaydi inson. Ajaldan 5 kun burun o'lib qoladi, toza qildim, yig'lama. Yaxshisan. Sen hozir analizlaring 100% yaxshi. Tushundingmi? Endi iltimos bu yil sen issiqqa chiqmay tur. Chunki bu kasal issiq yoqtirmaydi. Xo'pmi? Xudo xolisa yaxshisan. Hech narsani o'ylama. Kayfiyatingni buzma. U gapni esingdan chiqas. Shuni chiqarolmayapti-da bu. Shunisi bizlarni qiynayapti o'zi ham. Bansa esimdan chiqmayapti. Yotsam bo'ldi, qo'rquv borda ichimda. Yo'q, chiqas. Unut bu kasalni. Kerak emas psixolog, yo'q, kerak emas. O'zi irodali qiz. Bo'ldi, u gap bo'lmadi, hech kim senga bir oylik umring qoldi deb aytmagan. Sen u narsani eshitmading. Всё, tamom. O'zingni qo'lga ol. Sen mana analizingni qara, yaxshi-ku. Men bu seni tanish bilish qilib masanga laboratoriyaga jo'natganim yo'q-ku. Sizlar qag'dasiz. Bizlar Gazalkentdan kelamiz. Xo'p, Gazalkentdan kelyapsan. Men hech kimni hali shu paytgacha falon laboratoriyaga borib topshirgin demaganman. Hech kim bilan ishlamayman men. Xohlagan joyingga topshirib kelding. Shunga ham ishonmaysanmi? Qara, yaxshi-ku, bo'ldi, sen yaxshisan. Nima ish qilsang qil, qayerda ishlasang ishla. O'qiysanmi, nima ish qilsang qil, bo'ldi, unut bu narsani. Senga psixolog kerak emas. Senga всё, sen yaxshisan, sen 100% yaxshisan. Mana men senga motivatsiya beryapman. Bo'ldi, shu gaplarni motivatsiya bermaydi-da, o'lsangiz o'lib ketaverasiz Xudodan deb aytdi-da bizga necha marta. Alloh buyuk, Alloh buyuk. Alloh bilmay gapirayotgan gaplarimizni o'zi kechirsin. Yaxshisan, xullas, Diyora, tabriklayman seni. Rahmat, Xudoga shukr. Tabriklayman. Shahzoda opa, rahmat. Mana bir intervyu bersam, mana shu qizimni 17-may kuni sizga kelib dori oldik. Allohga shukr, boringizga shukr, bolalaringiz rohatini ko'ring. Nima deyman? Shu gematologiya больницасida yotdik. Bir haftada qizing dedi, mana shu ximiyalarni ko'tardi, ko'tarmasa qo'limizdan keladigan yordamimiz yo'q. Olib ketaverasan qizingni deb shunaqa dedi. Xudoga shukr. Qizim, katta qizim sizni nimangizni topib, internetdan topgan ekanlar. Topib bizlarga berdi. Keyin tezda men Diyorani ham gapiga quloq solmay kelib, opa bormang, больницадан chiqqandan keyin boraman dedi. Yo'q, men boraman deb kelib, qarz pul olib kelib sizdan dori olib ketdim 20 kunlik. Boringizga shukr, o'sha sizni giyohlaringizni ichgandan keyin qizim ancha o'ziga keldi. Xudoga shukr, Alloh buyuk, boringizga shukr. Men sizdan juda ham roziman. Nima deyman? Chiqarmoqdi. 2 kundan keyin chiqardi. Sizni dorilaringizni ichdik, trombosit. 2 kun ichdik, больницадан chiqarmayotdi. Bugun ertada o'sha yerda даже biz to'xtatib ham qo'ydik, haligi nima ximiyani meshakni to'xtatib qo'yib ichdikda, o'sha dorini ichganimizdan 2 kundan keyin analizimiz yaxshi chiqib, больницадан ruxsat olib chiqib ketdik bizlar. O'shandan keyin qizim yaxshi, 10 kundan keyin analiz topshirdik, trombositlarimiz juda yaxshi, mana o'zi ko'rib o'tiribsiz. Allohga shukr. Juda ham yaxshi bo'lib ketdi qizim. 2 ta farzandi bor, bolalariga bosh bo'lsin. Yana 10 kundan keyin yana kecha analiz topshirdik, 26-sida bugun keldik. Mana bugun yana juda ham ko'rib o'tiribsiz, qizim yaxshi. Alloh buyuk, boringizga shukr. Sanda 2 ta farzand bormi? Farzandlaringga chiroyli gapir. Yaxshi gapir. Oilangni o'yla. Всё, tamom, ketdi. Hech narsani o'ylama. Sizga. Rahmat sizlarga. Katta rahmat. Xo'p, yashang.